Lümeng Guayu'ni öldürüp kalısını ağandan keyin nemişik tuyuqsuz ölüp ketadi. Lümengning ölümünün sebebi nima? Qissa haqida bayon. Chibi urushidan keyin Liu Bei Jingzhou'ni egallab oldi. Shundan endi bu yerga sunchuanlarga bu yerda bizga vaqt berib turinglar, biz vaqt oriyakka ep turlik, keyin putrab turgan bir makonga erishgandan keyin anikayni qaytirib beramiz. Endi bu asarga qarasak, Jingzhou'ning strategik o'rni intayin muhim. Jingzhou'ning ağallık jahonning qonunidan ağallık. Şundan şuna en dastlabmi bu jangni qilishdan burun sunchuanning planini savsovni chekindirsak, Jingzhou'ni biz egallab olamiz. Uning keyin Jingzhou'ning sharqidagi 4 noya, 4 viloyatni Liu Bei san bo'lib beriladi degan. Hamda Liu Bei boshda ma'qul degan, biroq ham bu keyin o'ylda bu kichkina yani menga ba'saki men qandoq putrab turman. Qandoq savsov bu sunchuanlar bilan teng putib tura olayman. Şunun için Jingzhou'ni mecbur aldı. Ağandaki nima dedi? Bizga oriyatga birib turinglar, savsovga bir taqobil turish uchun. Keyin biz Yizhou'ni elib putrab to'g'dak bir makonga erishgandan keyin qaytirib beriladi dedi. Endi bu yer sunchuanmi birinchidan amalsiz yana jang qilsak, ikkinchidan Sun-Liu ittifoqini buzmaslik uchun ma'qul deb dedi. Biroq Liu Bei qanday qildi? Yizhou'ni ep bo'lgandan keyin yenim dedi. Hamda Wuzhou, Zhangzhou degan boshqalarni evalli, Hanzhong to'liq ep bo'lgandan keyin qaytirib beramiz deb yana keyin ustirdi. Nima qilmoqchi? Qaytirib bermayman demoqchi u. Endi dal mush vaqtda men Jingzhou'ni qaytirib olsak bo'ldi deb turgan vaqtning o'zida bular fursat tug'ilib, Pangtong o'lib ketdi. Shuning bilan bu yerda Liu Bei Zhuge Liang bilan Zhang Feilani jang chaqirdi. Hanzhongga ketib yordamlashinglar dedi. Jingzhou Guayu qoldi. Shundan bu yerga qolgan vaqtda bir kichkina bir yelishli ittifoqli deb sunchuan elchavatdi. O'tgan kun nima dedi? Guansangun o'zlarining bir chiroyli bir qizlar bor ekan, mening bu yerga kelgan bir o'g'lim bor, bir qudilishib qolsak desa, Guayu nima dedi? Honu Yanbei Chuanzi. Nima degan gap? Yo'lbosning pushtini itning kuchiga ko'rmanma. Qaranglarma gapni. Hey, sen kim o? Sen bir odat bir sarkarda. Xalq kim o? Xalqgan xon. Wu Begi og'ang Liu Bei bilan teng odam. Bämsen o bämä qızını bir chiroyli gap qilmamsa, onun uchun bu Jingzhou'ning oriyat dağının butkul xalq alam bildigan tursa, nadin kelgan akavurlik bu shundan. Shuning bilan bu gapni anglab, sunchuan qon qusyapti bu yerda. Lümeng Tümenmek işte qo'shin bilan daryoda Guayu'ning kalısını al. Çünkü bu yerda Lümeng bu sharq Wu'ga nisbatan eng batur ham Zhouyu, Lu Sulaningki shogirdi bu hisobda. Shunami bulardan nurg'un ta'lim oldi. Endi mayli alam, mayli qalamda nihoyat kamalat yetdi. Mushna avatmay amali. Bu o'tdi. Janqan bu yerda nima dedi? Bu Guayu'ni o'ltirmadi dedi. O'ltirmadi degan bilan Lümengga nisbatan qarsak, Guayu'ni o'ltirish bu yerdagi 10 Jingzhou'ni olgandimi muhimmish. Lümengning nazarida Jingzhou'ni olmasam mayli, lekin Guayu'ning kalısını olmay qo'ymayman. Shunami? Chuqur mashtaq qilmoqchi bu. Endi naq mana shu vaqtda bu fursatni g'animat bilib, Savsovmi Nanjungga bu yerga qo'shin avatdi. Shuning bilan bu yerda jang bo'lib, Pangdongning zal o'qtagdi, uni keyin qo'g'lab yurib, bu yerda Lümeng Guayu'ning kalısını oldi. Qimma degan ishni qilib qo'yib aqsa keldida kalısını ko'tarib. Endi bu kelgan vaqtda endi bu yerda sunchuan qanday qilish kerak? Buni ishlab berdi. Ular bu kalısını ishlatib, birinchi job qanday qildi? Guayu'ning beshini Savsovga avatib berdi. Bu yerda nima demoqchi? Ma Guayu'ning o'limi yolg'iz mening sababim emas. Ma Savsovni qo'shin tatgan va ikkimiz tanqigayish ma u Savsovning uchun elishim kerak, chunki yolg'iz bana qarab qolma davatdi. Ikkinchidan bu yerda Guayu'ni dafn qildi. Qarasanglar shu Guayu'ningki qabrisi bir ikki yerda, beshi bir yerda, teni bir yerda, ikki yerda qabrisi bor Guayu'ningki. Shular bu yerda ham shundan buni Lümengni bo'lsa, hatırlı putqulni bog'lab Liu Beiga olib bergisi bor. Lekin unda qilamidan. Bunda qilsa birinchidan o'zining qo'rqib ketganligi o'zining yuzi tukilib turdi. Ikkinchidan lashkarlarimi ko'ngil so'ydi. Voy bu jonni tikib biz atoydan jang qilsa, kelsak Liu Bei tutib turganda. Shuning bilan bu yerda chiroyli bir ziyofat o'tkazdi. Ziyofat o'tkazib, voy Lümeng andoq batur Jingzhou'ni oldi, Guayu'ning kalısını deb shuning bilan bu yerda birinchi xil qarashda oldin tayyorlangan zarlik mayni Lümengga berdi. Shuning bilan bu yerda bu kun kashli Lümengning kashli tutdi. Shular tini plakki bu Lümeng tekshirgandan keyin kon kashli tutdi, ham aldarabdi, qattiq charchabdi, bu degib turdi, lekin hech kim ning kasallik ekanligini aytib bermadi. Shuning bilan sunchuan bu Lümengni ICU'ga kirib qo'ydi. Yani hech kim bu Lümeng bilan ko'rishib bo'lmadi. U qattiq davolanish kerak, qattiq kuzatish kerak. 2 kundan keyin tuyuqsiz Lümeng olamdan o'tdi.
İkinci xil qarashda Lüming haqiqatan kasal. Bu Guayuga qo'shin tortishdan burunla xil og'ir kasal, biroq Guayuni o'ltirishning vasvasida kesilni unutib jang qilgan. Jang qilib bu yerda ham charchidi, ham kasal, ham hayajon shuni bilan kesil tuyuqsiz tutib olamda o'tgan deydi. Ham uchinchidan mushu vaqtning o'zida mayli Sunjuan qo'shinida, mayli Soso qo'shinida bezgak kesil tarqalgan. Yamrab ketgan qo'shinlarning orasida. Lusumu shun xil baldurlam kesil tatib bilibdi. Endi bu yerda Lümingni bu shundoq bati, kim bu janglarda charchab u bu texim shamaldirib eg'irlab ketib shundoq bo'lgan deydigan qarashlarmi bor. Endi bu ham qarashning bir qadar asosi bor. Lekin bu yerda mayli Lümingni Sunjuan qaslab o'ltiribsin. Mayli o'z ajil kesil bilan o'lib ketsin, Lüming chuqum o'lish kerak. Bu ishni qilib kelgandan keyin Lüming chuqum o'lish kerakdi. Aman o'ltirib o'tdi, shundaymi? Undaqda sizlarcha Lümingning o'limining haqiqiy sababi nima?